Yer sayyorasiga suv va hayot qayerdan kelgan? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Taxminan 4,5 milliard yil avval Yer butunlay boshqacha holatda edi. O'sha davrda ulkan asteroidlar Yerga to'xtovsiz urilardi. Sayyora yuzasi esa nihoyatda yuqori haroratda edi. U davrda Yerda na suv va na hayot alomati bor edi. O'shanda Yerga urilgan asteroidlar o'zlari bilan muz shaklidagi suvni olib kelgan va bu keyinchalik sayyoramizdagi okeanlarning shakllanishiga sabab bo'lgan. Shunga qaramay, Yer atmosferasi hanuz zaharli gaz to'la edi. Taxminan 2 milliard yil o'tgach yana bir bor asteroidlar Yerga urildi. Bu safar ular o'zlari bilan minerallar, uglerodlar, oqsillar va aminokislotalarni olib kelishdi. Millionlab yillar davomida okeanlar tubida aynan shu modda va minerallar birikib, birinchi bakteriyalarni hosil qildi. Bu barchasi yaratganning mo'jizasi. Biz shunchaki ilmiy asoslarni ko'rib chiqdik. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.